Men ham oyoqlarimni ishlatyapman. Men ham muskullarim ishlayapti. Men ham demak yuraman deb xursand bo'lganman. Assalomu alaykum. Mening ismim Feruza. Yoshim 19 da. Farg'ona viloyatidanman. Men 2021-yil 1-oktyabr sanasida shunaqa miyelit kasalligini og'ir turiga chalinganman. Og'riq bo'ldi. Ertalab tursam, o'sha chap oyog'imda tizzadan pasti, qadam bosganimda tushib ketaverardi. Xuddi nogironlarga o'xshab yurishni boshlagandim. Taksiga chiqqanimizda o'sha ikkala oyog'imni sezmay qolganman. Men o'ylaganmanki, oyog'im uyushib qoldi, shunday turib taksidan tushib yursam, o'tib ketadi deb o'ylaganman. Lekin o'tib ketmagan. Taksiga uyimizning oldiga kelib, taksidan tushaman deganimda, oyoqlarim ishlamagan. Og'ir his qilganman. Keyin uyimizga olib kirishib, tez tibbiy yordam chaqirishganda, doktorlar oyoqlarini sezmayapti, olib ketamiz deyishib, borib tekshirtirishganda, shunaqa miyelit kasalligiga chalinganimda aytishgan. O'sha reanimatsiyada, keyin reanimatsiyadan detskiga o'tkazishdi. Keyin o'sha boshda massajlar qilishdi. 2,5-3 yil qatnadim. Orada Hindistonga doktorlar kelishdi. Hindistonga bordim. Hindistonda ham unchalik rezultat olinmadi. Vaksina qilamiz deyishganda, vaksina qilinganda ham uncha rezultat bo'lmadi menda. Shu oxirgi joyimiz Asa Hospital bo'ldi. Asa Hospitalda Hindistonga qaraganda ham, oldingi klinikalarimga qaraganda ham muskul yaxshi, oyoqlarim yaxshi natijaga erishyapman, xudo xolisa. Biz bu Asa Hospital klinikasiga 2025-yil dekabr oyida keldim. Ahvolim uncha yaxshi emas, oyoqlarimda spastika kuchli, qatishlar mavjud edi. Rosa ham og'ir ahvolda edim. Hozir ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Shu yerda doktorlarga hammalariga rahmat. Yaxshi qarashyapti. Yaxshi ukollar, yaxshi reabilitatsiya mashg'ulotlari olib borishyapti men bilan. Hozir oyoqlarimda ancha o'zgarishlar katta. Sekin-sekinlik bilan tika turyapman, oyoqlarimni ishlatishga boshladim. Yura olmayman birinchi o'rinda. Peshob tutilganligi sababli testosteronga kateter qo'yilgan. O'sha o'zimga o'zim g'amxo'rlik qila olmayman, qiynalaman yurgani. Oyimni qaravudaman, oyim yordamlashadi menga. 5 yildan beri bir joyda o'tiraman. Ko'chaga ham kam-kam chiqaman. Birinchi harakatimda o'sha Maqsum aka mashqlar qildirilishganda, birinchi kelganimizda oyog'ingizni ishlating, mashqlar qildirganda, umuman qimillata olmasdim oyoqlarimni. Keyin sekin-sekin ishlashni boshladi. Muskullarim ishlamasdi. Muskullarimni ishlaganini sezishni boshladim. Shu o'zimda yaxshi tomonga rivojlanyapti turganimni ko'rib, yanada umidim o'zimga bo'lgan ishonchim oshyapti. Tuzalishga o'zimda oldingiga qaraganda kuchliroq harakat qilyapman deb oldinga maqsadlar qo'lga qo'yapman. Kuchliroq mashqlar qilyapman. O'zim ustimda kuchliroq ishlayman. Birinchi kelishimizda uncha ishlamadi. Qiynaldim. To'g'risini aytsam, rosa ham qiynaldim. Ikkinchisida hali yaxshi tomonga o'zgarganini sezdim. Bugun bu safar 3-chi kelishimiz. 3-marta o'sha Maqsum aka bilan ishlayapmiz. Juda ham yaxshi natijalar. Oyoqlarimda spastikalari yumshagan, muskullarim ishlaganini sezyapman. Xudoga shukr, bu safar ancha yaxshiman.